I will put. I put the recording. So, demak, bugungi mavzumiz sizlar bilan yigitlar, qizlar, demak, past simple, present perfect simple'larda o'tishga harakat qilamiz. Maksimalni birsini o'tsak kerak. Xo'p, past simple bugun olib o'tgan zamonni o'tamiz. Agarda vaqtimiz esa, xudo xolasa, present perfect simple'ni ham ma'lum bir qismini o'tishga harakat qilamiz. Lekin ulardan oldin biza fe'llarni bilib olishimiz kerak bo'ladi. O'zi asosan fe'llar ikki xil bo'ladi. Birinchisi to'g'ri fe'llar bo'ladi. Ya'ni bular ingliz tilida regular verbs deb aytamiz. Biza bularni noto'g'ri fe'llar bo'lsa, biza irregular verbs deb aytamiz. Ya'ni noto'g'ri fe'llar va to'g'ri fe'llarga bo'linadi fe'llar. Shunga ko'ra ular asosan zamonlarda, ya'ni turlicha ishlatiladi. Misol uchun to'g'ri fe'llar o'tgan zamonda yoki tugallangan zamonlarda biza masalan ochiq gapimizni, ya'ni ifodalash uchun, ingliz tilida ifodalash uchun, ya'ni fe'llarni to'g'ri fe'lmi yoki noto'g'ri fe'lmi shuni qarab turib bilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi to'g'ri fe'llardan boshlaydigan bo'lsak, to'g'ri fe'llar aytib o'tganimizdek, o'tgan yoki tugallangan zamonlarda ishlatish uchun ularga biza id qo'shimchasini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Id qo'shimchasi ko'rib turganimizdek, id qo'shimchasini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun play fe'lini oladigan bo'lsak, play fe'li degan ya'ni o'ynamoq degani. Buni bilasizlar? Play o'ynamoq degani. Play o'ynamoq degani. Endi biza mana shuni o'tgan zamon shaklida ishlatishimiz uchun biza bunga nima qo'shamiz dedik? Id qo'shimchasini qo'shamiz dedik. Hurmatli o'quvchilar. Ko'rib turganimizdek, kataytirdim biroz, yaxshiroq tushunishingiz uchun. Ko'rib turganimizdek, yana buni xuddiki aytib o'tganimizdek, to'g'ri fe'llarda o'tgan zamon shaklini va tugallangan zamon shaklini yasash uchun biza fe'llarga nima qo'shamiz dedik? Id qo'shimchasini qo'shamiz dedik. Tushundingizmi? Ya'ni played o'ynadi bo'ldi o'tgan zamonda, tugallangan zamonda played o'ynadi, o'ynagan deb tarjima qilaveramiz. Ya'ni o'ynadi, o'ynagandan o'ynadi. Okay? Mana shunday ish. O'ynan birimni girdi. Sizlarga to'g'ri lekin kamusha sizlarga qo'ydirdim. Sizlarga qo'ydirdim. Sizlarga qo'yib eshitdi. Okey, yana to'g'ri fe'llarni bo'yicha gapiradigan bo'lsak, misol uchun, yana qanday to'g'ri fe'l bor? Masalan, walk degani, no degani sayr qilmoq, yurmoq degani, to'g'rimi? Yurmoq, sayr qilmoq shu ma'noda ishlatiladi, to'g'rimi? Endi biza mana shu fe'limizni o'tgan zamon yasaydigan bo'lsak, to'g'ri fe'l bo'lganligi sababli bunga biza nima qo'shamiz? Id qo'shimchasini qo'shib qo'yamiz. Ya'ni sayr qildi, yurdi degan ma'noda ishlatiladi. Endi bu tugallangan zamon shaklida xuddi shunday ma'noda ishlatiladi. Sayr qildi yoki qilgan yoki bo'lmasa nodimiza bundan tashqari yoki yurdi yoki yurgan deb tarjima qilamiz. Mana shunday holatda ishlatamiz to'g'ri fe'llarni. Xo'p, ularni nima qilamiz? Qoraytiramiz. Sayr qildi, yurdi yoki yurgan. Shundan ham bilib olsangizlar bo'ladi, ya'ni ranglari bo'lib o'tiribman bularni. Asosan, ya'ni ranglar ajratgan holatda sizlarni mavzuni yaxshiroq tushunishlaringizni, tushuntirib turgan narsani to'liqroq batafsil tushunishlaringiz uchun ularni hozir ranglari bo'lib turib, ya'ni o'rgatib turibman-da. Ya'ni har bir javhasini ikir-chikirgacha maydalab tushuntirib turibman sizlarga. Ko'rganimizdek, ya'ni id qo'shimchasi o'tgan zamonda yasashda, ya'ni o'zbek tiliga d degan ma'noda ishlatiladi. Masalan, qildi, bajardi, yugurdi degan ma'noda ishlatiladi. Endi tugallangan zamonlarda keladigan bo'lsa, id qo'shimchasi to'g'ri fe'llarga qo'shilib keladigan bo'lsa, ikki xil. D yoki gan deb tarjima qilinadi o'zbek tilimizda. Yoki sayr qildi yoki sayr qilgan.
yurdi, yurgan deb tarjima qilinaveradi. Hurmatli o'quvchilar, to'g'ri fe'llar mana shunday holatda bo'ladi. Endi hurmatli o'quvchilar, noto'g'ri fe'llar o'tadigan bo'lsak, noto'g'ri fe'llarimizni asosan demak, noto'g'ri fe'llar asosan o'tgan va tugallangan zamonlarida ishlatish uchun o'tgan va tugallangan zamonlarda ishlatish uchun, ya'ni noto'g'ri fe'llarni ishlatish uchun yoki ishlatish uchun ularga hech qanday id qo'shimchasi qo'shilmaydi. Hech qanday id qo'shimchasi qo'shilmaydi. Chunki ular o'zakda, ya'ni fe'lning o'zagida o'zgarish bo'lishi orqali hosil bo'ladi va ularni alohida ro'yxati mavjud. Hurmatli o'quvchilar, qariyb ya'ni noto'g'ri fe'llar ro'yxati 310 tami, 309 tami, shunday qariyb 310 ta, balki 310 dan ham ziyod bo'lishi mumkin, lekin mana o'zim tajribamdan gap chiqib aytadigan bo'lsam, shu paytgacha masalan ingliz tilini o'rganib, ya'ni grammatikani o'rganib yoki bo'lmasa ingliz misol uchun Mathlable yoki bo'lmasa IELTS darslarida qatnashlarni o'rganish davomida umid qilib aytadigan bo'lsam, shugacha ko'rgan noto'g'ri fe'llarimni soni ingliz tili o'rganish davomidagi bular asosan qariyb 310 ta yaqin 310 ta yoki 310 ko'p emasda, bundan qarandi. Xo'p, demak shuning uchun men miqdorni yozib qo'ymayman, shunchaki asli aytib o'taman. Ya'ni aytib o'tganimdek, ya'ni 310 ga menimcha 310 dan baradi. Ya'ni taxminan 310 dan o'tishi mumkin, lekin mening aniq bilganim, adashmasam 310 ta noto'g'ri fe'llar mavjud ingliz tilida. Ularni ro'yxatini alohida qilib tashlab beraman. Bu mavzumizning ro'yxatini yozish ko'p vaqt oladi. Shuning uchun vaqtimizni nima qilmaslik uchun, ya'ni bu narsaga sarflamaslik uchun albatta ulardan bir qancha misollar keltirib beraman darsimiz davomida, hurmatli o'quvchilar. Okey, hozir demak noto'g'ri fe'llarni endi nima qilamiz? O'rganamiz. Xo'p, endi aytib o'tganimizdek, ularda alohida nimasi bo'ladi dedik, ro'yxati bo'ladi deb aytdik. To'g'rimi? Xo'p, id qo'shimchasi qo'shilmaydi. Buni o'chirib tashlaymiz ham navkaranda, ya'ni ustini x qo'yamiz. Id qo'shimchasi qo'shilmaydi, chunki ular fe'lning o'zagida, qaranglar, chunki ular fe'lning o'zagida o'zgarish bo'lishi orqali hosil bo'ladi deb turibmiz. O'zagida demak o'zgarish bo'ladi ekan. Nomning o'zagida desak, biz ishlatsak fe'lning o'zagida o'zgarish bo'ladi ekan. Ularning o'zini alohida nomsi bo'ladi ekan, ro'yxati mavjud bo'ladi ekan. Ya'ni bu noto'g'ri fe'llar ro'yxati hisoblanadi. Ya'ni sizlarda, ya'ni ingliz tili tayyorlanganlaringizda darslaringizda chiqartirib berilgan noto'g'ri fe'llar ro'yxati mana shu mavzumizda asosiy rol o'ynaydi-da. Xo'p, misol uchun bular qaysi fe'llar bo'ladi? Bularni o'chirib tashlaymiz albatta. Xo'p, misol uchun qaranglar, noto'g'ri fe'llar ro'yxatlaringiz yonlaringizda bo'lsa ko'rishlaringiz mumkin. Misol uchun become degan fe'limiz borda. Become degani bo'lmoq degani. Bo'lmoq. Endi mana shu fe'limizni biz o'tgan zamonda ishlatadigan bo'lsak, buni o'tgan zamon shakli boshqacha. Became bo'ladi. Ya'ni bo'ldi deb tarjima qilinadi. Endi uni uchinchi shakli, ya'ni tugallangan zamon shakli bo'lsa, become bo'ladi yana.
Ya'ni bo'ldi yoki gan degan ma'noda ishlatiladi. Bo'ldi yoki gan. Ko'rib turganimizdagina ozgina o'zgarish nima bo'lib turibdi. Bu yerda masalan o'tgan zamonda o'tganda became qismida o'zgarish bo'lib turibdi. Mana shu qismini qizartirib qo'yamiz. Became. Becomedi. So'zni asosiy so'zi becomedi, lekin o'tgan zamonda became bo'lib ketdi. Demak, keyin tugallangan zamonda yana become bo'lib qoldi. Misol uchun ya'ni ko'rib turganimizdek bu yerda fe'lning o'zakida o'zgarish bo'lib turibdi. Hurmatli o'quvchilar. Tushuntiribmizmi? Fe'lning o'zakida o'zgarish. Ya'ni o'zaki degani fe'lning tashkil topishi. Masalan, be bilan come qo'shilmasidan bo'lmoq so'zi hosil bo'ladi. Misol uchun become, ya'ni become bo'lmoq. Natijada o'tgan zamon o'tganda became bo'lib ketdi. Ya'ni o harfimiz a harfini almashib ketdi. Became bo'ldi. Demak, uchinchi tugallangan zamon shaklidan become holatidan qaytib qoldi. Xuddi birinchi holatda ishlatilganidek become fe'li bo'lib qoldi. Ya'ni bo'ldi bo'lgan deb tarjima qilinadi. Endi masalan ikkinchi fe'limizni aytadigan bo'lsak-da, misol uchun come degan fe'lning o'zidan keladigan bo'lsak, come degani o'zi kelmoq degani navqaramda. Endi buni biza o'tgan zamon o'tiradigan bo'lsak, demak come'imiz xuddi become became'dagidek came holatini o'tib qoladi. Came keldi deb tarjima qilamiz. Endi uchinchi zamon ya'ni tugallangan zamon shaklida bo'ladigan bo'lsa, bu holatda demak xuddi birinchi holatga qaytib qoladi. Ya'ni come came come. Ya'ni kelmoq keldi kelgan. Keldi yoki kelgan deb tarjima qilamiz. Albatta to'g'rilab olishimiz kerak. Yaxshi tushunishlaringiz uchun. Nima o'zgarish bo'lib ketdi? Ko'rdingiz ham butun bir so'zda o'zagi o'zgarib ketdi. Come fe'ladi, lekin o'tgan zamonda came o'zgardi. Natijada uchinchi zamon, ya'ni tugallangan zamon shaklida esa bu albatta yana birinchi holatdagidek come bo'lib qoldi. Ya'ni keldi kelgan tarjima qilinadi. Shunday holatda bo'lsa da. Okey, yana bir misol keltiradigan bo'lsak-da, misol uchun sizlar biladigan so'z va sizlar shu ko'radigan so'z, hozir sizlar qilib turgan amal, misol uchun write. Write degani bu nima bu? Yozmoq degan. To'g'rimi? Buning ham uchinchi shakli nima bo'ladi? Albatta, undan o'zgarish bo'ladi. Wrote, ya'ni yozdi bo'ladi. Yozdi. Endi tugallangan zamon shaklida esa u juda ham boshqacha bo'ladi-da. Written. Yozdi yoki yozgan deb tarjima qilamiz. Mana shunday holatda biza noto'g'ri fe'llarni demak ishlatishimiz mumkin. Lekin hurmatli o'quvchilar, bir narsa yoddan chiqarmanglar. Noto'g'ri fe'llarning ro'yxati o'zi mavjud. Shu ro'yxatni yodlasangizlar bo'ldi. Qolgan barcha fe'llar, shu noto'g'ri fe'llar ro'yxatida bo'lmagan barcha fe'llar yodlaringizdan chiqarmanglar. Shularda hammasi to'g'ri fe'llar hisoblanadi. Ya'ni noto'g'ri fe'llar ro'yxatida mavjud bo'lmagan fe'llar barchasi to'g'ri fe'llar hisoblanadi. Esingizdan chiqarmanglar. Okey, demak, endi lekin degan joy bor, hurmatli o'quvchilar. Lekin degan joy bor. Qanday desangizlar, sizlarga tushuntirib o'taman. Xo'p, misol uchun aytishimiz mumkinki, hurmatli o'quvchilar, ba'zi bir fe'llar da masalan o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Ba'zi bir fe'llarda o'zgarish bo'lmaydi. Ya'ni uchala zamon shaklida bir xil bo'ladi. Misol uchun bu cut degan so'zimiz. Cut degani bu kesmoq degani, to'g'rimi? Cut kesmoq. Endi buni biz o'tgan zamonda albatta buni cut deb ishlatamiz. Cut. Tarjimasi kesdi bo'ladi. Uchinchi zamon shaklidan bo'lsa cut kesdi hisoblanadi. Kesdi yoki kesgan hisoblanadi. Shu ma'noda ishlatib turibmiz. Ko'rdingizmi o'quvchilar? Uchala zamon shakli ham bir xil. Hech nechik o'zgarish bo'lmaydi. Shuning uchun ham buni o'zgartirmay qo'yamiz. O'zgarish bo'lganligi sababli o'zgarish bo'lganda rangini o'zgartirsak bo'ladi.
Demak, kesdi. Okay, yana qanday misol aytib gapirishim mumkin? Cost degan so'zimiz bor, hard degan so'zimiz bor. Misol uchun, cost degani narx turmoq degan o'zi. Narx turmoq. Demak, bu ham nima bo'ladi? Cost bo'ladi. Narx turdi degan ma'noda, narx turdi. Bam shu tugalangan zamonda narx turdi yoki turgan degan ma'noda ishlatiladi. Okay. So, demak, hop, yana qanday turindagisi bor? Misol uchun, yana aytishim mumkinki, hurmatli o'quvchilar, bularni to'liq o'rganish uchun, to'liq farqlash uchun albatta buni o'zini ro'yxatga yodlashlarimiz kerak bo'ladi. Okay? Aslida demak, hammaga tushunadigan bo'lsa, demak, biz asosiy mavzumizga demak o'tishni boshlaymiz. Asosiy mavzumiz demak bugun nima ekan? Past simple, ya'ni oddiy o'tgan zamon. Oddiy o'tgan zamon bu nima ekan? Demak, oddiy o'tgan zamonni bilishimizdan oldin albatta buni formulasini o'rganib chiqishimiz kerak. Buni formulasi demak quyidagicha bo'ladi. Demak, buni pozitiv holati, demak, darak shakli, pozitiv. Ya'ni darak shakli bu pozitiv hurmatli o'quvchilar. Negativ shaklini ko'ramiz. Negativ shakli. So'roq shakli. Xo'p, formulasi subject plus verb plus ed subject plus verb plus ed qaranglarda hurmatli o'quvchilar. Yodlaringizdan chiqarmang. Verb 2 deb ketaman, verb 2 deyman. Yoki deyman, ed deyman. Tushunarlimi? Ya'ni verb 2 deganimda yodlaringizdan chiqarmagan sizlar bilan nima o'rgandik biz? Fe'lning ikkinchi shakli dedik-ku, to'g'rimi? Ya'ni v2 deb aytdik, verb 2 shu v2 deganimiz bu verb 2 hisoblanadi. Tushunarlimi? Ya'ni verb 2. Yana bu verb 1, bu verb 3. Tushunarlimi? Shu ma'noda verb 2 deb kelyapman. Ya'ni fe'lning ikkinchi shakli yoki buni qisqartirib v2 desam ham bo'laveradi-da, nima qaranda. Keyin esa ikkinchi darajali bo'laklar keladi. Misol uchun. Endi inkor shaklini ish bo'ladi. Did plus not plus verb 1 bo'ladi. Demak, so'roq shaklichi did plus subject plus verb 1 bo'ladi. So'roq shakli. Xo'p, demak, davom etadigan bo'lsak, qisqa javob shakllari mavjud bo'ladi albatta. Qisqa javob shakllari yes plus subject plus did. Demak, bu ha, masalan, de ma'nosida ishlatiladi. Masalan, falon ishni qildi, qilganni, masalan, tushlik qildingmi? Ha, qildim. Yoki kecha ovqat yedingmi? Ha, yedim. Deymiz-ku, shunday ma'noda ishlatiladi. Ha, de deb qo'yamiz uchun tarjimasini. Agar qilmagan bo'lsa, no plus subject plus did deymiz. Yo'q.
ketmadi deb qo'yamiz. Okay, demak guys, so endi ularga nisbatan mustaqil gap tuzgan bo'laveradi. Endi bu yerda o'zim qisqartma shaklini yozib o'taman. Bunga ham qisqartma shakli mavjud. Subject plus didn't. Didn't plus verb on. Okay. Misol uchun qaranglarda aytib o'tganimizdek, oddiy o'tgan zamon shakli o'tgan zamonda aniq vaqtda sodir bo'lish harakatlarini ifodalaydi. Ishlatamiz. Hozir mustaqil bir necha gaplar tuzib chiqamiz, keyin esa to'liq gap tuzishni boshlaymiz, ishlatishlarni o'rganib bo'lganimizdan keyin. Misol uchun birinchi gapimiz nima deymiz? Misol uchun Jake demak, Jake kecha masalan Jake kecha soat 9da uyg'ondi yoki Jake kecha soat 9da o'rnidan turdi desak, ertalabki soat 9da o'rnidan turdi. Got up at 9 o'clock a.m. yesterday. Demak, Jake kecha soat ertalabki 9:00da demak o'rnidan turdi. Ya'ni yoki o'rnidan turdi. Va u and he was late for school. Va u maktabga kech qolgan edi. Va u maktabga kech qoldi. Yoki bo'lmasa-da misol uchun. Qaraytiramiz. Gaplarimizda faqatgina biz bitta nimaga urg'u beramiz? Ya'ni o'tgan zamonga urg'u berib qo'yamiz. Hop. Jack got up at 9 a.m. yesterday and he was late for school. Okay, to'g'ri bo'ladi. Hop, demak, no subject plus didn't inkor shaklab qo'yamiz. Yes plus subject didn't yashilab qo'yamiz. Chunki ijobiy gapimiz Okay guys. So, endi mana shu bir gapimizda, ya'ni Jake kecha soat 9:00da, demak, yoki boshqa gap qilsak-da, misol uchun Jake haqida bizamiz. Faqat Jake masalan did not masalan attend to English lesson yesterday. Demak, Jack kecha ingliz tili darsiga qatnashmadi desak, ya'ni ingliz tili darsida ishtirok qilmadi deb turibmiz. Misol uchun Jack did not attend deb turibmiz. Mana shu did not attend bizda biz ham ishlatishimiz ham mumkin. Qo'shimcha yozib qo'yib qisqartirib yozsak ham bo'ladi. Misol uchun Jack didn't attend. Keyin something. Demak, Jake qatnashmadi deb turibmiz. Masalan, Jake ingliz tili darsiga kecha qatnashmadi deb turibmiz. Endi ularga nisbatan misol uchun inkor shaklini tushunarli bo'lgan bo'lsa, albatta endi so'roq shaklini o'tamiz. Xuddi yana Jake to'g'risida, yana Jake hayoti to'g'risida, ijodi to'g'risida tushunib turganligimiz uchun albatta yana shu savolni Jake'ga nisbatan qo'yamiz. Birozini tushuntirib shu joyi yetadi. Okay, masalan, Alex so'radi. Did Jack masalan cook demak did Jack cook 2 eggs for breakfast masalan 2 days ago 2 kun oldin Jake nonushtaga demak 2 ta tuxum qovurdimi. Endi masalan buni Alex masalan Markdan so'rab turibdi-da, ya'ni Jake 2 kun oldin nonushtaga 2 ta tuxum qovurib yedimi yoki 2 ta tuxum qovurdimi deb turibmiz.
Endi buni eshitib turgan Mike nima deb javob berishi kerak? Ya'ni Mark nima deb javob berishi kerak? Mark quyidagicha javob beradi. Yo, u ha qo'rib yedi dedi yoki bo'lmasa yo'q, u qo'rib yemadi deyish mumkin. Misol uchun ha degan bo'lsak, yes he did deb qo'yamiz qisqartirib. Ha u qo'rib yedi. Ijobiy gapimiz. Ha u qo'rib yedi. Okay. Okay, yaxshi. Demak, mana shunday holatda nechadamiz ekan biza albatta qisqacha javob berishimiz mumkin ekan. Okay, endi mavzumizda asosiy qismi, demak, ishlatishlarni e'tiborimizga qaratamiz. Demak, ishlatiladigan holatlar. Ya'ni qanday holatlarda biz o'tgan zamondan foydalanamiz. Demak, birinchisi hurmatli o'quvchilar, to'plar bo'yicha parallel bo'lsa, demak, birinchisi so past simple is used for actions which happened at a stated time in the past. Ya'ni bu degani o'tmishda aniq vaqtda sodir bo'lgan ish harakatlarni ifodalashda ishlatiladi. O'tmishda aniq vaqtda sodir bo'lgan ish harakatlarini ifodalaydi deb turibdi. Ya'ni o'tmishda aniq vaqtda sodir bo'lgan ish harakatlarini ifodalaydi. Ya'ni sodir bo'lgan ish harakatlarda aniq vaqtda mavjud degani. Ya'ni aniq vaqtda bo'lib o'tgan ish harakat. Shu ma'noda turibdi. Misol keltirishimiz mumkin. Yuqoridagi formula bo'yicha, masalan, bitta daraktga. Misol uchun Joanna hop Joanna skipped masalan math lesson masalan last week. Joanna o'tgan hafta matematika darsini demak math lesson demak matematika darsini nima qildi? O'tkazib yubordi debmizda. Bunday qaranglar. Joanna demak matematika darsini o'tkazib yubordi. Okay. Demak, Joanna o'tgan hafta, demak, matematika darsini o'tkazib yubordi. Yoki bo'lmasa, Kate didn't want to, demak, Jake xohlamadi to speak. Sizlar chalg'itmanglar. Masalan, want dan keyin to gap turibdi deb adashib ketmanglar. Kate didn't swim in the swimming pool 2 weeks ago. Demak, 2 hafta oldin demak Kate nima qilmadi deb turibmiz? Ya'ni basseynda suzmadi deb turibmiz. Demak, mana shunday holatlarda og'zingni eng muhim jihati aniq vaqtini belgilab ketadi. Mana shu aniq vaqtlari borligi tufayli belgilangan aniq vaqti bo'lganligi tufayli, ya'ni aniq vaqti ta'kidlanganligi sababli ish harakatimiz asosan o'tgan zamonda ishlatilmoqda. Xo'p, bu birinchi holat, ya'ni ish harakatlarda aniq vaqtda sodir bo'lganligi. Endi ikkinchi holatimiz necha? Ikkinchi holatimizda asosan ko'radigan bo'lsak, to express a past state or habit. Demak, bu ya'ni o'tmishdagi odatlarimizni ifodalab turibdi. Ya'ni o'tmishdagi odatlarimizni
ifodalashda ishlatiladi. Xo'p, misol uchun when I was a kid, xuddi kimdir erkak aytganidek-da bu. When I was a kid, men bolalik paytimda I played football with my neighbors a lot. Demak, men bolalik paytimda when I was a kid belgilab ketaman. O'tgan zamon ishlatgan joylarimda when I was a kid, men bolalik paytimda I played football, men futbol o'ynaganman. Demak, with my neighbors a lot, ya'ni qo'shnilarim bilan ko'p futbol o'ynaganman. Bu meni odatim bo'lgan, misol uchun. Yoki bo'lmasa, xo'p, 10 years back. Demak, 10 yil oldin 10 years back buni oxirida ishlatamiz. Masalan, I chatted with masalan I chatted with tourists I didn't chat with tourists 10 years back because I couldn't speak. I couldn't speak English. Misol shunda. With English tourists. I didn't chat with English tourists 10 years back. 10 yil oldin men ingliz turistlari bilan yoki ingliz sayyohlar bilan chat qilmasdim. Ya'ni chat qilmadim. Sababi men inglizcha gapirib bilmasdim deb turibman. Ya'ni chat qilmasdim, ya'ni chat degani bu muloqot qilmasdim. Buning sababi men inglizcha gapirib bilmasligim deb turibman. Ya'ni shu o'tmishdagi o'zlarimizni nimalarimizni ifodalab turibmiz, ya'ni o'tmishdagi odatlarimizni ifodalab turibmiz. Lekin hurmatli o'quvchilar, agarda bu kitobda shu ma'lumot berilgan bo'lsa, uning o'rnida boshqa nima ishlatsa bo'ladi-da. Masalan, would degan strukturamiz bor, hozir o'rgatamiz buni. Agar bergan bo'lsa, o'rgataman, bermagan bo'lsa, qo'shimcha ma'lumot berib aytaman. Keyin ham bergan bo'lishi mumkin uni. Xo'p, ko'raylikchi, bormikan, yo'qmikan? Yo'q, menimcha agar bo'lmasa qo'shimcha o'rgatish mumkin-da, lekin uning formulasi ham bor-da. Okay. Xo'p, oxirlab qoldik. Writing, speaking, getting. Did you move? Have you ever been? Echo, progress check. No. Demak, men sizlarga o'rgatsak bo'lgan struktura asosan bu kitobda yo'q ekan. Mayli, hech qisi yo'q. Ozgina qo'shimcha qilib o'taman, lekin bu narsani yuzut bilan woodni qo'shimcha qilib o'tishim mumkinki, bundan boshqa bir qismlardan uchrashi mumkin-da. Ya'ni modal fe'llarda gap qilishi mumkin. Lekin sizlar hozir faqatgina darak shaklini o'rgatishim mumkin, chunki buning darak shakli, inkor shakli, so'roq shakli mavjud. Qo'shimcha ma'lumotda, misol uchun. Masalan, eshik gapga nisbatan sizlar mana bunday qilib aytsangiz ham bo'ladi. Ya'ni use to'dan use to plus verb one foydalanish mumkin yoki bo'lmasa would plus verb one foydalanish mumkin. Odatlarni ifodalashda.
Xo'p, buni tepaga chiqarib qo'yalım. Lardan ham foydalanish mumkin. Bularni yirik qilib qo'yaman, yaxshi tushunishlaringiz uchun. Albatta would verb 1 yoki used to verb 1. Ya'ni mana shu gapimizda when I was a kid deb. Ya'ni when I was a kid, when I was a kid, when I was a kid, I used to desangiz ham to'g'ri yoki I would desangiz ham to'g'ri. I would play football with my neighbors, with my neighbors a lot. Demak, men yoshlik paytimda, ya'ni men bolaligimda nima qilardim deb turibman? I used to yoki I would play. Demak, men o'ynardim. Futbol o'ynardim, qo'shnilarim bilan ko'p o'ynardim. Ya'ni qo'shnilarim bilan ko'p futbol o'ynardim. Mana shunday holatlarda yana ko'rib turganimizdek, ya'ni used to'ni buni ham foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Faqatgina past simple'dan emas. Tushunadimi? Ya'ni faqatgina bu struktura used to would o'tmishdagi odatlarni ifodalashda ishlatiladi. Qaysiki bularda hozirgi paytdagi odatlarni ifodalashda used to would ishlatilmaydi. Tushunadimi? Bu qo'shimcha ma'lumot sizlar uchun. Endi uchinchi holatga o'tadigan bo'lsak, uchinchi holatimizda demak for past actions which happened one after the other. Demak, one after the other degani bu, ya'ni ketma-ket sodir bo'lgan ish harakatlarni ifodalab turibdi. Ya'ni bu degani o'tmishda ketma-ket sodir bo'lgan ish harakatlar. Sodir bo'lgan ish harakatlar. Xo'p, o'tmishda ketma-ket sodir bo'lgan ish harakatlar. Xo'p, qaranglar, sizlarga bir yaqqol misol ko'rsataman. Misol uchun sizlar bajargan ish harakat, bajarganlaringizdanki aradan ma'lum bir daqiqa, ma'lum bir soniya o'tadi, ya'ni vaqt qatib qolmaydi-ku bir yerda, to'g'rimi? Xuddi mana shu holatda, sizlar hurmatli o'quvchilar, ya'ni o'tgan zamon mana shu harakat o'tmishda qolib chiqdi. Misol uchun hozir men 5 minutdan sizlarga ya'ni shu ishlatilgan, ya'ni past simple ishlatilish holatini birinchisini yozib o'tirgan edik. Taxminanda 5 minutdan, to'g'rimi? Mana shu yozganim ham meni o'tmishda qolib ketdi. Tushuntiribmisizlar? Pashi. Hozir men taxmin darsni boshladim. Xuddiki bu ish harakati, ya'ni 40 minutdan darsni boshlaganim bu o'tmishda qolib ketdi. To'g'rimi? Mana shu ish harakatlarda men ketma-ketlikda aytadigan bo'lsam, bularda hammasi uzunlik qilib aytsak, o'tmish hisoblanadi. Masalan, aytishim mumkin. Nima deyishim mumkin? I started an online lesson at 8:10 p.m. Demak, men darsni soat 8, ya'ni soat kechki 8:10 da boshladim. Soat 8:10 da boshladim. Demak, and I finished yoki and nima desam bo'ladi? And finished demak, men onlayn darsni soat 8:10 da boshladim va hozir buni davom ettiryapman. Yo'q, to'g'ri ekan. Hozir men ish harakatim tugamadi. Tasavvur qilingda, mabodo shuni tugatsamda, demak, meni darsim soat, onlayn darsim soat kechki 8:10 da boshladi. Ya'ni boshladim va kechki soat 9:10 da masalan tugatdim. And finish it at 9 demak, at 9 p.m. Xuddi shuningda, misol uchun
Men darsimni kechki soat 8:10 da boshladim va 9:10 da tugatdim. Qaranglar, mana shu holat misol uchun o'tmish bo'lib qoladi. Ya'ni o'tmishni aytib turgan bo'lsam. Yoki bo'lmasa kecha desam, misol uchun kecha emas, endi buni yaqqol o'tmish aytish uchun misol uchun aytishim mumkin 4 days ago. Ya'ni 4 kun oldin. 4 kun oldin misol uchun. Taxminan sizlar bilan oxirgi marta adashmasam 2-aprelda boshlab qo'yar ekan, to'g'rimi? Keyin 4-aprelni bilmadik. Va bugun o'tib turibmiz. Misol uchun taxminan 4 kun oldin, demak, darsimizni soat 8:00, ya'ni kechki soat 8:10 da boshladim va 9:10 da yakunladim deb turibman. Misol endi oddiy bir misolda bu. Ya'ni ish harakatimizda birinchisida ko'rib turganlaringizdek started bo'libdi. Start başladım dedim, keyin ishlatdim dedim va dedim yakunladim deb turibdi. Va demak darsimni yakunladim and finish it. Va yakunladim darsimni and finish it. Masalan, and finish it at 9 demak at 9:10 p.m. 4 days ago. Va men 4 kun oldin, demak, deb turibman. Demak, ishlatdim deb turibman. Ya'ni darsimni tugatdim deb turibman. Demak, kunlarda darsimni soat 8:00, kechki soat 8:10 da boshladim va 9:10 da tugatdim deb turibman. Yoki bo'lmasa sizlar aytishlaringiz mumkin. Misol uchun, tasavvur qilinglar, uylaringizga Santa Claus kelib qoldi. Santa Claus dedik ya. Santa Claus misol uchun, ya'ni Santa Claus bilasizlar, bu qor bobo. Ya'ni ko'pchilik bolalar juda ham yaxshi ko'radigan nima dedi, Yangi yilda qahramoni Santa Claus. Misol tasavvuratingda hammaning tasavvurati Santa Claus uyingizga kelib bordi. Birinchi hafta uyingizga kirishda oldin ishlatadi. Santa opened the door qiladi. Ya'ni eshikni ochadi. Opened the door, demak eshikni ochadi. Demak, enter keyin esa uylaringizga kiradi. Enter your house. Demak, uyingizga kiradi. Santa eshikni ochdi va uyga kirdi dedi. Masalan, misol uchun enter emas, misol uchun enter o'rnida went in ni ko'proq ishlatiladi misol uchun. Masalan, yoki got in desak ham bo'ladi yoki yes, went in the house, demak uyga kirdi va said va misol uchun va sizga happy birthday desak, misol uchun yo'q, happy birthday emas, happy new year, and said to you happy new year, hey guy. Misol uchunda shuning dardida tasavvur qilinglar, ko'chalar. Xo'p, ya'ni ishlaringizda asosan Santa Claus keldini, ya'ni Santa eshikni ochdi va uyga kirdi yoki bo'lmasa uyingizga kirdi. Enter your house, went into your house yoki went in your house and said to you, va sizga aytdiki, demak, yangi yiling bilan, hey bolakay, yoki bo'lmasa yangi yiling bilan bolakay yoki bola deb sizlarni yangi yil bilan tabrikladi. Mana bu yerda turgan bo'lsangiz ish harakat ketmagan sodir bo'ldi. Ya'ni Santa eshikni ochdi dedik, to'g'rimi? Ochdi. Bir sodir bo'lgan ish harakat. Keyinchisi went in dedik. Demak, uyingni ichkarisiga kirdi, ya'ni uyingga kirdi va keyin now dedi. And said to you, va sizga aytdiki, now aytdi. Ya'ni yangi yiling muborak, hey bolakay dedi yoki bo'lmasa hey bola dedi. Tushundingizmi? Ya'ni bu yerda ko'rib turganimizda ish harakat ketma-ket sodir bo'lib turibdi. Endi 4-sinaga keladigan bo'lsak, demak ish harakatlarimiz necha ish harakatlarni ifodalaydi?
for an action which happened in the past and cannot be repeated. Demak, qaramada o'tmishda sodir bo'lgan ish harakat. O'tmishda sodir bo'lgan ish harakat qaysiki hozirda qayta sodir bo'lmaydi. Xo'p, buni chiqdi. Misol uchun, endi bunda, ya'ni sizlar hurmatli o'quvchilar bir narsani bilinglar. Asosan mana shu 4-holatda biza ya'ni ko'pincha o'lib ketgan insonlar haqida nima deb o'lib ketgan insonlar bilan o'tmishda qilgan muloqotlarimiz, ya'ni ular tirik paytida qilgan muloqotlarimizni aytishimiz mumkin. Misol uchun aytishim mumkinki, kimni o'lib ketdi? Misol uchun eng mashhur inson bu prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov, to'g'rimi? Masalan, aytishimiz mumkin, xo'p, tasavvur qilingda, endi o'zi tabiiy men Islom Karimov bilan uchrashmanman, endi men uni hozir tasavvur qilib aytibman. Misol uchun, men Islom Karimov bilan uchrashganman. Misol uchun uchrashganman deb endi yolg'ondan sizlarga yaxshiroq tushunish uchun ma'lumot berib turibman-da. Masalan, I once, demak, men bir marta the former president of Uzbekistan. The former president of Uzbekistan, demak, Islom Karimov. Demak, men bir marta demak, oldingi prezidentimiz, oldingi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, oldingi prezidentimiz met our former president of Uzbekistan. Demak, O'zbekistonning oldingi prezidentimiz, ya'ni O'zbekistonning oldingi prezidentimiz, demak, Islom Karimov bilan oldingi prezidentimiz, O'zbekistonning oldingi prezidenti, demak, yoki oldingi prezidentimiz Islom Karimov bilan, demak, men bir marta uchrashganman. Misol uchun, bir marta uchrashganman. Misol uchun, in 2010 desam, masalan 2010-yilda bir marta uchrashganman. Yoki bo'lmasa, meni o'zim. Xo'p, yana ish gaplashsak bo'ladi. Xo'p, I once met our former president of Uzbekistan Islom Karimov in 2000. Yoki bo'lmasa buni aytasak ham bo'ladi. Misol uchun o'zlarimizda o'tib ketgan momolarimiz bo'ladi-ku, shularni aytishimiz ham mumkin. Bundan tashqarida, masalan, when I was in my childhood, bolalik paytimda, demak, bolalik paytimda masalan, I spent my time on talking to my grandfather. Misol uchun, grandfather. Bolalik paytimda men o'zimda vaqtimda, demak, katta bobom bilan, ya'ni muloqot qilishga sarflardim deb turibman. Ya'ni bu yerda ko'rib turganimizdek, o'sha ish harakatimiz endi qaytib sodir bo'lmaydi. Ya'ni
aytib yozmani katta bobom to'g'risan qochib oldi, ya'ni yo'qlar, ya'ni vafot topganlar. Ko'p turg'anmaslik mana bu yerda yana aytib, men bolalik paytimda deb turibman, ya'ni bobomni bobosi ku yoki bobomni otasi, bobomni bobosi emas, endi bu great grandfather, ya'ni katta bobom, ya'ni bu bobomni otasi, shu ma'noda bobomni otasi deb turibman. When I was in my childhood, bolalik paytimda deb turibman. When I was in my childhood, bolalik paytimda. I spent my time, demak, men o'zimni vaqtimni, demak, sarfladim. Demak, nimaga vaqtimni sarfladim desam, demak, ya'ni katta bobom bilan muloqot qilishga, ya'ni gaplashishga vaqtimni sarflardim deb turibman. Endi mana shu ish harakatni men hozirgi paytda buni qaytadan sodir qilib bo'lmayman. Chunki my grandfather, because my grandfather, great grandfather, so died, I think it was exactly 2012. Yes, my great grandfather passed away. Because okay. Because my great grandfather, because my great grandfather passed away. Yani passed away degani bu no'g'it, bir died thing bo'ladi. Died. Passed away degani ya'ni qazo topgan, ya'ni vafot topgan degan ma'noda ishlatiladi. Because my great grandfather passed away in 2012. Yes, meni katta bobom 2012-yilda vafot topgan yoki o'lgan. Ko'p turganlarimizdan ya'ni o'zimni nimani tutman. Yani o'tmishda sodir bo'lgan, endi qaytib sodir bo'lmaydi ish harakatlar turganda. Okay, tushunarlimi? Demak, bizlarda asosiy mavzumiz bu yerda, ya'ni past simple mana shu yerda o'z yakuniga yetadi. Lekin o'z yakuniga yetishdan oldin biz bilishimiz kerak bo'lgan so'zlar mavjud. Signal words yoki bo'lmasa time adverbs, ya'ni payt ravushlari. Payt ravushlari, bilasizlar, payt ravushlari ko'krangan bo'yab qo'yamiz hamisha payt ravushlari. Xo'p, nechta payt ravushlari mavjud? Demak, payt ravishlarimiz yesterday, last week, last month, last year, how long ago, just now, then, when, in 2010. Okay. Xo'p, demak, lastdan boshlaymiz. Doimgidek, demak, lastni bilasizlar, o'tgan degan ma'noda ishlatiladi. Last week, last month yoki last year yoki bo'lmasa last 10 days. Boshqacha bo'lib ketadi. Last week, last month, last year. Ya'ni bu degani o'tgan demak, hafta, oy, yil degan ma'noda ishlatilmoqda. Last week, last month, last year. Yoki bo'lmasa, nodimiz oddiy sizlar biladigan ko'p ishlatilgan yesterday, ya'ni yesterday degani kecha degani. Yoki bo'lmasa to, masalan days yoki weeks yoki months yoki years, ago yoki back desangizlar bo'ladi. Back degani sizlarga yangilik, hurmatli o'quvchilar, ya'ni ago ma'nosini ishlatish mumkin. Masalan 2 days back yoki back in 2 years yoki back in 2 days yoki back in 2 weeks yoki 2 days back yoki 2 weeks back, ya'ni ago ma'nosini ishlatish mumkin. Ya'ni 2 kun, hafta, oy, yil oldin degan yoki ilgari degan ma'noda ishlatiladi. Hurmatli o'quvchilar. Xo'p, yana nima? Topamiz, yana nimalardir bor.
Okay, guys. Hop. Last getdi. Yesterday getdi. 2 days ago backlar getdi. Hop. Hop, endi yillar ifodalashda, ya'ni o'tmishdagi yillar. Misol uchun in 2025 yoki in 2000 misol uchun, yoki bo'lmasa aytishimiz ham mumkin, asrni aytishimiz ham mumkin. Masalan, in the 20th century, 20th century, ya'ni 20-asrda deymizku. Demak, 20-asrda. In the 20th century, in the 20th century, 20-asr. Hozir 21-asr demak o'tmishdagi muddatni ifodalab turibdi. Xo'p, yana qaysi? 2025, 2000-yillarda keldi. Yoki bo'lmasa 20-asrda. Xo'p, yana qaysi qoldi? Last month ketdi. Yoki misol last Monday. O'tgan dushanba ago ketdi. How long ago? Just now, then. Then, just now. Just now, then. Okay. Xo'p, just now degani, just now. Ya'ni just now degani nima deb yozadi? Hozirgina desak ham bo'ladi. Hozirgina. Just now. Hozirgina. Yoki endigina degan ma'noda ishlatiladi. Endigina. Just now, hozirgina, endigina degan ma'noda ishlatiladi. Xo'p, yana zen degan so'zimiz. Zen degani endi o'shanda degan ma'noda ishlatiladi. O'shanda. Zen degani o'shanda. Yoki once degan so'zimiz ham bor. Misol uchun once bir paytlar degan ma'noda ishlatiladi. Bir paytlar. Bir marta degan ma'noda ishlatiladi, lekin bir payt degan ma'nosi ham mavjud. Yoki ertaklarda ko'p ishlatiladi bu once upon time. Bir bor ekan, bir yo'q ekan deydikmi? Once upon time. Bir bor ekan, bir. Demak, once upon time. Bir bor ekan, bir yo'q ekan deb boshladik. Once upon time. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Ertaklarda kuzatilishi mumkin. Hozir xotiramda borundan foydalanib turibman. Xo'p. Demak, alhamdulillah. Keyingisi just now, then, once upon a time, bir paytlar, bir bor, demak, once upon bir bor ekan, bir yo'q ekan. Keyin esa when, ya'ni bu qachongi bog'lovchisi bu, ya'ni when subject plus verb ma'nosini ishlatiladi. Keyin subject plus verb ma'nosini tuziladi. Formulasini yozib turibman. Hozir tarjimasini yozib qo'yaman. Subject plus verb holatini ishlatiladi. Tarjimasi esa ya'ni qachonda yoki paytida deb tarjima qilinadi. Hop, yana qaysisi? How long ago qapti? Then when getdi? How long ago? How long ago endi bu hurmatli uchun savol berishda ishlatiladi. How long ago? Ya'ni qancha vaqt oldin? Qancha vaqt oldin yoki ilgari deymiz. Qancha vaqt oldin yoki ilgari? Masalan, ingliz tilini qancha vaqt oldin o'rgandingiz? Misol uchun, yaxshi tushunishimiz uchun bitta naql beraman. How long ago? Qancha vaqt oldin? Masalan, did you learn English? Qancha vaqt oldin ingliz tilini o'rgandingiz? Javob: I learned English. Masalan, 2 years ago. Misol uchun,
Bekasi down emas lekin 2 years back yoki equal desangizlar bo'ladi. Demak, men 2 yil oldin ingliz tilini o'rgandim. Ya'ni qancha vaqt oldin ingliz tilini o'rgandingiz? Men 2 yil oldin ingliz tilini o'rgandim deb javob berdim. How long ago? Back ago deb qo'ydim. 2 years back. 2 years ago. How long ago did you learn English? I learned English 2 years back, 2 years ago. Demak, hamisha how long ago bilan so'roq gap tuzilganida javob qismida albatta 2 years back yoki 2 years ago, ya'ni gapingiz qisqasi back yoki ago ishlatilishi lozim. Yoki boshqacha javob bersan ham bo'ladi. Ya'ni qancha vaqt oldin ingliz tilini o'rgandingiz? Masalan, o'tgan hafta o'rgandim. Salgina ishonchsiz javob bo'ladi u. Misol uchun aytibman, yoki o'tgan yil o'rgandim deb qo'ysam ham bo'ladi. I learned English last year. Buni desam ham bo'ladi. Endi ko'pincha ago ishlatgan ma'qulroq. Menimcha. Okay, mana shular hurmatli o'quvchilar paytdoshlari hisoblanadi. Ham bir nimani aytib o'tingda, hurmatli o'quvchilar, ushbu payt ravushlarini gap boshida ham gap oxirida ham ishlatish mumkin. Lekin ishlatish mumkin deb turibman. Eslangizdan chiqarmang. Ko'pincha gap oxirida ishlatgan ma'qul. Endi aytmoqchimanki, hurmatli o'quvchilar, nechun bunday narsa ma'qul deb yuribman? Hurmatli o'quvchilar, asosan gap oxirida ishlatganlaringiz bu ko'pincha ishlatiladi. Misol uchun ingliz tilida ko'proq gap oxirida ishlatiladi, payt ravishlarda. Ya'ni mana sizlarga present simple da o'tganimizdan, present continuous da o'tganimizdan tushuntirib bermayman. Ularning payt ravishi necha holatda ishlatilishini. Xuddi bularning payt ravishlari ingliz tilida asosan gapni boshida va gapni oxirida ishlatish mumkin. Xuddiki bunday deb ishlatishimiz mumkin. Masalan, last week demak o'tgan hafta I went out, demak I went out to, demak I went out, men tashqariga chiqdim. Masalan, to meet with my, masalan, to meet with my friends. Demak, do'stlarim bilan uchrashishga tashqariga chiqdim. O'tgan hafta do'stlarim bilan uchrashish uchun demak tashqariga chiqdim. To'g'rimi? Endi mana bu yerda nima desak bo'ladi? I went out men tashqariga chiqdim to meet with my friends last week. Ko'rib turganimizdek, bu yerda asosan ya'ni payt ravishlarimizni gapni oxiridan ishlatib turibmiz. Birinchi gapimiz esa gapni boshidan ishlatib turibmiz. Lekin ko'pincha yana bu ko'proq ishlatiladi. Ya'ni ikkinchi usul men sizlarga tavsiya beraman, ko'proq ishlatishdi. Lekin speaking ishlatsa bo'ladi, muloqot qilishda, ya'ni payt ravishlarda asosan muloqotda ko'pincha gapda boshida ishlatiladi, speakingda. Lekin writinglarda ko'pincha, ya'ni insho yozganlaringizda, misol uchun ko'proq payt ravishlarini gapning oxirida ishlatgan ma'qulroq. Bularda endi gapni o'rtasida ishlatib bo'ladimi desangiz, hurmatli o'quvchilar, yo'q. Bularda asosan gapni o'rtasida ishlatib bo'lmaydi. Ya'ni I last week went out to meet with my friends deb bo'lmaydi. Chunki mumkin emas. Bular yo gaping boshida, yo gaping oxirida ishlatgan ma'qul. Okay? Xo'p, demak, mana shu holatda, ya'ni payt ravishlarimizni ishlatamiz, hurmatli o'quvchilar. Okay, last week, last month, last year. Okay, demak, 2 days back. Ko'katni qo'yaramiz bularni. So, okay. Shunday turib, demak, mavzumiz o'z yakuniga yetdi, hurmatli o'quvchilar. Xo'p.
Xudo xohlasa, menimcha yaxshi o'rganingizlarda bo'layman. How long ago? Okay. Xo'p, hech narsa qilib tutmaydimikin? Bir tekshirib ko'ring. Yesterday, last week, last month, last year, Monday ago, how long ago, just now, then, when, until 2010. Okay, demek present perfect simple tense for no one. Axir, bog'ni topib turibmi? Okey, yo'q, deyarli boshqa narsa yo'q. Passiv bo'lish shunday qilib, demak, mavzumizda demak bu yerda o'zak kliniga yetadi. Rekordingni o'chiramiz.